Mana shu aristoningiz bor uyingizda, lekin bilmaysiz bunda tok bormi yo'qmi? Chunki mana ushlaganingizda tok yo'q, simsitirlarda tok bo'lmaydi. Suvda ham masalan cho'mlayotganingizda bo'lmasligi mumkin, lekin uni masalan mana bunda testerlarda yoki bo'lmasa mana bunda tok tekshiradiganlarda mana tekshirganingizda bildiradi mana. Plus bor simsitirlarda. Buni uy sharoitida o'zingiz bilmasligingiz mumkin. Обязательно mutaxassisni chaqirib bir tekshirtirib qo'yishingizni maslahat beraman mana. Bu yerlarda ham tok bor. Mana. U sizga bilinmaydi, lekin borib kattarishi mumkin bu narsa. Testerda tekshirganimizda ham mana hozir necha volt ko'rsatadi. Hozir mana testerda tekshirganimizda ham mana qarab ko'ring, ko'rsatib qo'ying testerda. Mana. Hozir 2-3 boya hozir. To'xtang, mana bu yerdan tekshiraylik. Hozir mana buni yaxshiroq ushlaymiz. Tester ko'rinyaptimi? Mana testerda ko'rsatib qo'ying. Kam miqdorda bo'lsa ham hozir testerda bor tok. Mana, ko'ryapsizmi? O'ynayapti 40, 15, 16, 17 kam miqdorda bor, katta to'kmas, lekin bu borib 220 ga aylanishi mumkin. Ular aylanmasa, bu saratonga qarshi mana shuni tekshirtirib qo'yasizlar. Mana shuni tarqatib qo'ying. Ariston borlar, shu ariston qo'yganlarga e'tibor bersin.